niyati yaxshi bo'lishi, yaxshi niyat qiling degani, niyatning go'zalligi har kim o'zini qalbi bilan o'lchavermaydi. Masalan, o'zingizni orzu havaslaringizga yetishishni o'ylasangiz, shu yaxshi niyat bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi ham, chunki orzu havasingiz yaxshi bo'lmasligi mumkin. Niyatni yaxshisi degani, niyatda Alloh taolodan boshqa narsa qo'shilmagani bo'ladi. Niyatning yaxshisi, niyatda Allohdan boshqa narsani qo'shmagan odamning niyati yaxshi bo'ladi. O'zingiz masalan biz yaxshi niyat yarim mol deydi. Masalan, u ham yaxshi niyat, o'zbekcha yaxshi niyat. Bu yerdagi arab bu shariy istilohdagi emas. Bu yerda aytilayotgan narsa niyati go'zal bo'lsin degani, niyatida Alloh subhanahu va taolodan boshqa narsa bo'lmasin degan. Bizda endi masalan deylik, yaxshi niyat yarim bor, bizga ham bir lasetti bo'lib qolar. Lasettimiz kapti bo'lib qolsa ajab emas, yaxshi niyat, bu ham yaxshi niyat. O'zbekcha yaxshi niyat. Yaxshi umid degan ma'no. Lekin bu yerdagi niyati go'zal bo'lsa degani, u lasettisi kaptiva bo'lishini, bir qavat uy, 3 qavat bo'lishini niyat qilgan odamning niyati emas bu. Bu yerdagi niyatdan murod hasunat niyat, bu niyatida Alloh taoloning roziligidan boshqa narsani qalbida tugmagan degan. Va xashiyalloha fi sirrihi va alaniyatihi. Tashida ham ichida ham Allohdan qo'rqqan. Orzuni qisqa qilgan. Reja bilan orzuni ajratish kerak. Reja uzun bo'laversin, 100 yillik bo'lsa ham mayli. Orzu qisqa bo'lishi kerak. Orzu nima degani? Men bu orzu nimadan kelib chiqadi? Masalan, Xudo xolasa men 6 qavat uy qurib, 3 qavat uy qurib, 2 ta mashina olaman, bittasini safarga, bittasini shaharga minaman. 4 ta bolam bo'ladi, 4 ta bolamni joylashga 4 ta hovli bo'ladi. Degan o'xshagan narsalarni orzu qiladingiz. Yoki ilm o'qiyman, mashhur bo'laman, hamma meni taniydigan bo'ladi va hokazo. Bular orzu bo'ladi. Orzu rejasiz o'ylangan narsalar orzu bo'ladi. Reja bilan tuzilgan narsa bu tahdid, ya'ni yo'lini chizib tuzilgan narsa reja bo'ladi. O reja tuzavering. Orzu qaytarilgan orzu. Rejani tuzavering bemalol. Agar orzu qilgan narsangizga harakat boshlasangiz, umidga aylanadi. Roja bilan umniyani farqi shu. Roja umid qilgan narsangizga harakat qilasiz, shunda rajo bo'ladi. Xavf rajo deb qo'yadi, Allohdan qo'rqish bor, umid qilish bor. Rajo, umid qachon umid bo'ladi? Umid istagan narsangizga harakat boshlasangiz umid bo'ladi. Harakat qilishingiz mobaynida umid bo'ladi. Harakat qilmasdan istasangiz orzu bo'ladi. Shuning uchun orzuga ayb yo'q deydi. Osmonda uchishni orzu qilsangiz ham bo'laveradi. Yani 1000 yil yashashni orzu qilsangiz ham bo'laveradi, orzu. Ya'ni u amalga oshmaydi. Oshishi ham mumkin, oshmasligi ham mumkin. Umid bilan orzuni farqi shu. Bu yerda orzuni uzun qilma degan rejani uzun qilma emas. Bu rejani 1000 yillik tuzing, 100 yillik tuzing. Ammo siz hozir o'ladiganda ish qiling. O'shanga yetib boraman deysiz. Masalan, siz reja qilasiz, madrasa qilaman, 100 ta talaba chiqaraman, har bittasi olim bo'ladi, muhaddis bo'ladi deysiz. Shu rejani tuzaverasiz. Inshaalloh oila quraman, 4 ta farzandni tarbiya qilaman, 6 ta farzandni qori qilaman. Qilaverasiz, u reja qilavering bemalol. O'shanga yetib borasizmi, yetib bormaysizmi? Bilmaysiz. Xudo xolasa o'sha bo'ladi-yu deb turib, orzuga tayanib, hozir amal to'xtatadigan bo'lsangiz, o'sha qaytariladi. Lekin o'sha mo'ljallagan narsangizni bajarish uchun harakat qilayotgan bo'lsangiz, xuddi hozir ertaga o'ladigandek. Bu mana shu buyurilgan narsa. Madrasa qilaman, 100 ta shogird chiqaraman, 100 ta faqih chiqaraman. Reja. Bir ustozlardan bittasi bu yerda menga birinchi kelgan paytimda o'tirib aytuvdiki, bir Qur'on haflasiga kirdik, birinchi kelgan paytim. Bir qori Qur'on tugatgan ekan, Imom Osimning rivoyat qiroatlarida ijoza olyapti. Biz shunga taklif qilindik. Ustozi kelib o'tirib suhbat oxirida har kim o'zini orzusini aytsin, umidini aytsin, rejasini aytsin dedi. Deydi, hamma nima uchun kelding sen mana Misrga desa, birov mana men olim bo'lish uchun, nima uchun kelding sen qiroat olish uchun, sen nima uchun kelding? Sen o'z umiding nima? Men Xudo xolasa yaxshi qori bo'lish, keyin senchi yaxshi olim bo'lish, senchi yaxshi olim bo'lib shogird chiqarish. Senchi bu yerdan ko'p ilmlarni olib yurtga tarqatish. Shunaqa aytdi hamma. Yaxshi narsalar, lekin bizniki o'sha biz hammamiz aytganlarimiz yaxshi. Masalan, biz kimnikidir orzu, kimnikidir umid. Masalan, bizniki umid bo'lishi mumkin, chunki harakatni boshlaganmiz. Ilmni olib yurtga tarqatish degan narsa. Lekin u odamniki rejali ekan. U aytdiki, men 2 ta orzuyim bor. Bittasi 1000 ta hofiz chiqarish dedi. 1000 ta hofiz Qur'on chiqarish. Ikkinchisi Masjidul Aqsoda Qur'on halqasi qurish. Mana shu 2 ta umidim bor meni Allohdan. Endi u odam nima qiladi? U odam harakat qiladi. O'sha Alloh nasib qilsa, Masjidul Aqsoda bir kun nasib bo'ladi. Lekin hozir nima qilyapti?
tinimsiz qori chiqaradi. Har qori bitib, undan ijoza olgan paytda bitta chizib qo'yadi. Hozir nechta bo'lgan bilmadim. Shuni mingtaga olib chiqishni reja qilgan. U hozir tinimsiz harakatda kechasi kunduzi o'qitadi. Kechasi kunduzi Qur'on o'qitadi. Biz ancha o'zbeklarni qori qildi. Rejasi mingtaga chiqarish hofizni. U arabdan bo'lsin, o'zbekdan bo'lsin farqi yo'q. Mingta hofiz chiqarish. Mana bu mingta hofiz chiqarishni mo'lja qilavering. Bu uzun orzu emas bu. Mana shu umid, mana shu reja. Endi shu mingta qori chiqaraman deb turib, men ham bir mingta qori chiqarsam-u deb turib yotsangiz-chi. Xudo xolasa hozir mana bola chaqani uylab olaylik, keyin xudo xolasa bir qori chiqaraman. Men shu 2-3 oy yaxshi bir nima qilib olayin, uylarimni tozalab netib olayin, uy ko'tarib olayin, keyin bir dars qilaman. Bu roza uncha olmayapti, bu roza eplab o'tkazib olaveraylik, keyingi rozada xudo xolasa bir ibodat qilaman. Hozir darsimiz uncha yaxshi olmayapti, inshaalloh hali bir yaxshi o'qiydigan odam bo'lib ketamiz biz ham xudo xolasa. Mana bu narsalar qaytarilgan. Mana shu bu qaytarilgan orzu. Tushundingizmi? Ertaga qilaman degan, bugundan qolib ertaga qilaman deb ishni ertaga suradigan orzudan qaytarilgan. Yo'inki rejangizga kirmaydigan narsalarni orzu qilishdan qaytarilgan. Nima uchun? Rejaga kirmaydigan narsalarni orzu qilishdan qaytarilgan. Nima uchun? Insonni aldaydi. Ovunib yashayverasiz. Orzuga ovunib yashaysiz bo'ldi. Amal qila olmaysiz. O'shuning uchun qaytarilgan. Orzuga tayanish, chunki orzu nima uchun anavi nasha chekkan odam maza qiladi? Hayol bilan maza qiladi. Nima uchun diqqat urganda chekadi? Bangi yoki ichadi, alkash. Muammodan qochish uchun. O'sha bilan ovunadi. Muammoni hal qilmaydi u. Qarzga botib qolsa, qarzni uzib, aroq ichsa qarz uzilib qolmaydi. Lekin o'shandan chalg'ib qarzni uzishga harakat qilishdan dam oladi. Orzu ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Inson ovunadi orzuga. O'shim xudo xolasa shunaqa bo'lib ketadi inshaalloh, hali bir yaxshi kunlar keladi. Ha, xudo xolasa deb yuraveradi. Bu shaxsiy hayotda ham, jamiyat hayotida ham, jamiyatda ham islohga harakat qilmaydi, orzusi bor odam. Xo'p deb turarlar, inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi deydi. Nima qilyapsiz yaxshi bo'lishga hech narsa qilayotgani yo'q. Oshma-osh yuraveradi. Maishatni qilaveradi. Aytadiki, inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Nima, qanaqasiga yaxshi bo'lib ketadi sen harakat qilmasang? Inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi deyotgan odam tinimsiz mehnat qilayotgan bo'lsa, uniki umid bo'ladi, reja bo'ladi. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb odamlarga Alloh o'qib, maza qilib yashayotgan odamniki orzu bo'ladi, qaytarilgan bo'ladi. O'sha inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb nimaga yaxshi bo'lmayapti? 20 yilda ham odam islohga harakat qilmagani uchun. Nima uchun orzudan qaytarilgan? Mana shundan. Mana shu orzu qaytarilgan. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi deydi. Xo'p, yaxshi bo'lish uchun hammasi nima qilyapsiz? Hech narsa qilayotgani yo'q. To'yki o'zgartirishga harakat qilmarkansiz, jamiyatni isloh qilishga harakat qilmarkansiz, yaxshi bo'lib ketadi degan gapingiz orzu bo'ladi, shundan qaytarilgan. Bu nimasi yomon? Yaxshi bo'lib ketadi degan umid bilan aldanib, amaldan to'xtaydi, harakatdan to'xtaydi. Shuning uchun qaytarilgan. Shaxsiy hayotda ham, ijtimoiy hayotda ham. Tushundingizmi? Xudo xolasa biz bolamiz ham qori bo'ladi deb turib, ish qilib, "Xudo sen ham qori bo'lasan" deysiz, bo'lmaydi. Bolani Qur'onga majburlaysiz, uni deysiz, keyin qori bo'ladi. Va hokazo. Va qassaral amal, orzuni qisqa qilish, nima uchun orzuni qisqa qilish kerak? Uzun qilsa aldanadi. Orzuni qisqa qilish degani ertaga o'laman deb yashash degani. Shuning uchun Sufyan ibn Uyayna aytganlar, ilgari ham aytdik. Amr ibn Qays Ibrohim at-Taymiylarga agar ertaga sen o'lasan desa, amaliga biror narsani qo'shimcha qilish olmasdi kundaligiga. Ertaga o'ladi deganda yashash. Mana shu orzuni qisqa qilish shu bo'ladi.